Birodar, sen bilan men o'lib ketsam hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkenga yer sharini ko'tarib olmagin, o'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot to'laydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Birodar, ishga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Allohning rahmi kelsin. Bunaqalarda kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi. Haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi.